Biladiganlar biladi. Qo'y go'shtini eng shirin joyi bo'yni. Bo'yin go'shtini chiroyli qilib tayyorlansa, juda ham bir ajoyib narsa chiqadi. Ba'zi oshpazlar bo'yin go'shtini alohida xosatan o'zini tayyorlashadi va bu narsa foydali deyiladi. Hattoki yangi tuqqan kelinlarga ham qo'yni bo'ynini berish kerak deyishadi. Emishki, bola bo'ynini yaxshi tutarmish. Bola bo'yin go'shtini yegani, ona bo'yin go'shtini yegani uchun bola o'zini yaxshi tutadimi, yo'qmi bilmadim. Lekin bo'yin go'shti shirinligini bilaman. Chunki yeb ko'rganman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Mana bu qo'ylarning bo'yni yo'g'on bo'lib yetilgan, ajoyib. Aytgandek, Qurbon hayiti yaqinlashib qoldi. Kim Qurbon hayitiga qurbonlik qilishni niyat qilgan bo'lsa, marhamat. Taqalib o'tirmanglar, qo'y qachon qimmat bo'lib ketarkin deb. Kelinglar, tanlaylar, Qurbon hayitigacha o'zimiz chiroyli holatda saqlab beramiz. Saqlab berganimiz uchun faqat xarajatini berasizlar. Sotib olgan kuninglardan keyin qo'shilgan vazni uchun 1 so'm pul bermaysizlar. Faqat yegan yemi va qo'yni boqadigan yigitni haqqi beriladi xolos. Shoshilinglar. Qo'ylarimiz soni cheklangan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.